Assalamu alaikum. Do you speak English? Well, yes, I do. Okay, how long have you been learning English? For 4 years. 4 maybe. years. Do you have IELTS or any language certificates? It's expired already. Okay. What score did you have? 5.5. 5.5. Okay. We're going to continue in Uzbek. Uchta o'zbek tili gap beraman. Hech bo'lmasa ikkitasini inglizchaga tarjima qilib bera olsangiz 100 ming yutoqsiz bo'ladi. Okay? Good. Birinchisi. Agar sen hozir kelsang, birga ovqatlanishimiz mumkin. If you will come, maybe we will have a dinner together. Perfect. Zo'r. Ikkinchisi. Shovqinli joyda bo'lganim uchun telefon qilganingizda javob bera olmadim. Qaytara olasiz? Shovqinli joyda bo'lganim uchun telefon qilganingizda javob bera olmadim. I couldn't answer your call because I was in a loud place. Okay, perfect. Zo'r. O'sha darajasi ancha oshibdi. 5,5 qachon oldingiz? 2 yil oldin. Aha, okay. 500 dan ortiq o'quvchini ingliz tilida xayolga kelgan gapni ayta oladigan darajaga olib chiqdim. Ushbu darsni 250 mingdan oshiq o'quvchi ko'rib chiqdi. Siz ham ko'rib chiqing. Tabriklayman, o'sha yutib oldingiz. 3-chisini berib ko'raman. Bu men ilgari yashagan mahalla, lekin hozir butunlay o'zgargan. This is the street I used to live, but now it's completely different. Okay, perfect. Tabriklayman. Sizga savol, ingliz tilini o'rganayotganda asosan nimada ko'proq qiynalgansiz? Readingda bo'lsa kerak. Reading masalan nimasida? Readingda o'zi O'qisangiz tushunmasmidingiz? da. Okay, yechim nima qildingiz o'shani oshirish uchun? O'qirdim dальше. To'xtab qolmaysiz. Gap yo'q. Tabriklayman. Rahmat. Sog' bo'ling.